Voy bolam. Yo'q, o'lganim yo'q, vahima qilmanglar. Senga nima bo'ldi bolajonim? Shu ozgina tomog'im og'riyapti-da. Voy tomoq og'riq bu vahshiy xavfli kasallik. Sen yugur aptekaga. Kelin, yalpayib o'tirishingizni qarang. Boring tez yordam chaqiring. Hozir bolam o'lib qoladi. Oyijon, qarang, men nimagadir mazam bo'lmayapti-da. Sog' kuningiz bormi? Xudo menga g'irt kasalvan qiz bergan ekanda. Ha, nima bo'lyapti o'zi? Bilmadim oyijon, mana havodanmi boshim shunaqa qattiq og'riyapti. Men pochkamga ham kimdir tepib tashlaganga o'xshab sanchiydi. Yuragim ham bir urmay ham qolyapti nazarimda. Keyin mana ichaklarimda 3 kunlik ovqat aylanib yuribdi. O'lib qolaman. Ha, hech narsa bo'lmabdi-yu, otda ekansiz. Boring, ishlarni qiling. Dorilaringni vaqtida ichyosanmi, bolam? Oyi, men yaxshiman, ichim doriga to'lib ketdi. Bu sahal kamroqda yana bir ikkita dori ichsang tez tuzalasan. Dori olaverib pulam qolmadi-yu. Ha, meni pensiyam bor. Nariyoqqa qarab tur. Oyijon, rostdan ham toza mazam qochyapti-da. Siz ham bir yomon vahimachi ekansizda, kelin. Bitta yarimta dori ichib olaymikin-a? Doriga pulni enamnikidan olaman yo o'zimni sotaymi? Ana pensiyangiz bor-ku? Mana pensiya. Voy o'li, nimaga o'rningdan turding? Kir uyga. Oyi, bo'ldi, men yaxshi bo'lib qoldim. Ha, yo'q, rostdan yaxshimisan? Ha, soppa sog'man. Ha. Unda bir yana 3 kun yotsang yaxshi bo'ladi. Dadasi. Oyijon. Uf, yana nima balo bo'ldi? Haligi voy o'li. Voy hushidan ketdimi? Rostdan mazasi yo'q shekilli. Bor mashinangni yurg'iz. Ha, bo'ldi, doktorga olib boraman. Ha, yo'q, qanaqa doktor? Oysiniki tashlab kelasan.